chaqirilgan bolalar ekan. Tayoqni qayerda oldinglar desam, ha bitta o'rtog'im chochiq aylantirib turdi, mashina turtib ketuvdi. Gayla berib ketdi. Yonmaydi aka deydi. Ha chochiq aylantirib turadigan bolalar tayoq olibdi. Qishni yozin turishadigan bunaqa qilib. Bu zarilmikan, chochiq aylantirmasa kirmaymizmi biz? Chochiq aylantirsa qonimiz ochib ketadi. Bittasi aka ko'rishib qo'yaylik dedi, qo'lim topolmadim shu yerdan. Ya mana narsa qilib qo'yishyapti-ku. Ba'zi restoranlarda oldiga mana shunaqa shari-shiri qo'yadi, ko'ryapsizlarmi? Laptop. Odam shari. Yana oradan bir 5-6 kun o'tdi, yana shu tomondan kelyapman, Perivoldan. Shunda tushdim, shutdagi bilan chiqdi bu safar. Deb chiqdi. Qondan top deb ketdi. Yugargani yo'q, orqamdan kelyapti. Gayla mashinasini ham berganman bunga deyman. Mashinani qisib to'xtatdi. Tushib qarasam, rosa ekan gay ekan. Nimaga to'xtamadingiz deydi. Qonim to'qidi aka dedim. Qoningiz bilan nima ishim bor? Hujjatlarni oling deydi. Sekin yoriqqa chiqdimda, kavandir, men avazoximman dedim. Sen, avazoxim, ovqatlanib keting, choyni qo'yib.